Mana orqa bo'yin o'yinisigacha to'qib chiqdim. Endi o'lchab ko'ramiz. Mana bu qo'ltiq o'yinisidan boshlab hisoblaganda 17 sm to'qidim. Bu albatta mening o'lchamim bo'yicha. Sizlar o'zlaringning o'lchamlaringga qarab to'qishlaring kerak bo'ladi. Endi bo'yin o'yinisini chiqaramiz. Demak, har doimgidek asosiy chok bilan mana bu belgilab olgan joyimizgacha to'qib boramiz. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir. Keyin esa bitta ustuncha. 3 ta zanjir. Birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar to'qiladi. 1 2 3. Ikkinchi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir, keyin esa 5 ta ustunchalar. Yana 3 ta zanjir. Birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Ikkinchi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir. Endi yana 5 ta ustunchalar to'qiladi. Endi mana bu orqa bo'yin o'yindisini sal qiyaroq qilib to'qish uchun biz ustunchamizni mana bu tarzda to'qib chiqaramiz. Demak, krючогimizga 3 marta nakit ilib olamiz. Keyin esa mana shu arkamiz ichidan, belgimiz turgan arka ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Keyin mana shu ipimizni boshidagi ikkita petla ichidan chiqariladi. Keyin esa yana ikkita petladan, endi esa mana bu birinchi arkamiz ichidan ham ipimizni tortib chiqarib olganimizdan so'ng 4 ta petla qoladi mana krючокda. Endi yana boshidagi ikkita petladan ipimizni tortib chiqaramiz. Yana ikkita petladan, oxirida ham ikkita petla ichidan chiqarib olamiz mana. Qiyaroq shakl berdik. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi oxirgi qatorni to'qiymiz. O'rtada ikkita ustunchalarimizni tashlab, 3-ustunchamiz ustidan to'qishni davom ettiramiz. Demak, ikkita ustunchalar, o'rtadagi ikkita ustunchalar qisqartirib olindi. Mana faqat 3 ta ustunchalarni mana to'qidim. Endi yana har doimgidek 3 ta zanjir, birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar, ikkinchi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir. Keyin esa yana 5 ta ustunchalar. Uchta zanjir, 3 ta ustuncha. Oxirgi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir va oxirida ikkita ustunchalar bilan bu qatorimizni tugatamiz. Ipimizni qirqib olamiz. Mana birinchi yelka qismini to'qib chiqarib oldik. Endi ikkinchi yelka qismini to'qiymiz. Mana bu belgilab olgan joyimizdan boshlab to'qiladi. 3 ta zanjir. 1 2 3. Endi mana bu keyingi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. 3 ta zanjir. 1 2 3. Keyin esa har doimgidek yana to'qishni davom ettiramiz. 5 ta ustunchalar to'qiladi.
3 zanjir. Keyin esa yana birinchi arqamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Oxirgi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir. Oxirida 2 ta ustunchalar. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, oxirgi qatorni to'qiymiz. Yana har doimgidek mana bu joygacha asosiy chok bilan to'qib boramiz. Bitta ustuncha to'qiladi, keyin esa 3 ta zanjir. Birinchi arqamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Ikkinchi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir, keyin esa o'rtada 5 ta ustunchalar. Yana 3 ta zanjir. Yana birinchi ustunchamiz, birinchi arqamiz ichidan 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. Ikkinchi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir. Endi qator oxirida mana bu joyda biz boshida faqat 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. 1 2 3. Endi o'rtada mana bu ikkala ustunchalarimizni tashlab, oxirgi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Mana o'rtada ikkita ustunchamizni tashlab, keyin oxirida bitta ustuncha bilan bu qatorni ham to'qib tugatib oldik. Ipimizni qirqib olamiz. Mana orqa bo'yin o'yindisini ham chiqarib oldik. Endi old qismini to'qiymiz. Mana o'rtadagi mana bu ustunchalarni belgilab oldim. Demak, hozir asosiy chok bilan mana shu birinchi belgigacha to'qib kelamiz. Keyin esa mana shu joyning to'qilishini sizlarga tushuntirib ko'rsatib o'taman. To'qishni biz mana bu o'rtadagi ustunchamiz ustidan boshlaymiz, chunki orqa qismini to'qishda ham mana shu o'rtadagi ustunchamiz ustidan boshlagandik. Demak, mana o'rtadagi ustunchamiz ustidan ipimizni tortib chiqarib olamiz. Keyin esa birlashtiruvchi petlalar bilan mana bu arqamizgacha to'qib boramiz. Arqamiz ichidan ham bitta birlashtiruvchi petla to'qiladi. Keyin esa 3 ta zanjir. Keyingi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha. Mana qo'ltiq o'yindisini hozir biz chiqarib ketyapmiz bir yo'la. Mana qiyaroq holatda to'qidik. Endi esa yana har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. 3 ta zanjir. Keyin esa 5 ta ustunchalar. Yana 3 ta zanjir. Birinchi arqamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Keyingi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha. Keyin yana 3 ta zanjir. Yana 5 ta ustuncha. Mana bu arqamiz ichidan 3 ta ustuncha to'qiladi. Keyingi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir, keyin esa 5 ta ustunchalar bilan mana bu birinchi belgilab olgan joygacha to'qib boramiz. Mana birinchi belgilab olgan joygacha to'qib keldim. Endi mana bu belgimizni olib turamiz bizga xalaqit bermasligi uchun.
Endi o'rtadagi mana bu ustunchalarni biz har doimgidek to'qimaymiz. To'g'ri to'qib boramiz mana shu ustunchalarni. Demak, mana bu arqamiz ichidan 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu 5 ta ustunchadan keyin 3 ta zanjir to'qimadim. To'g'ri 3 ta ustunchalarni to'qidim. Keyin esa mana bu keyingi 3 ta ustunchalarimizning har birining ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. 1 2 3. Mana demak, o'rtada 6 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi mana shu joyga yana belgi qo'yib qo'yamiz. O'rtadagi ustunchalarimizni ajratib 1 2 3 4 5-chi ustunchamizdan keyin endi yana mana bu belgimizni o'tiramiz. Endi yana mana bu 5 ta ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib boramiz. O'rtadagi arqamiz ichidan ustuncha to'qilmaydi. 1 2 3 4 5. Endi ikkinchi belgimizni yana qo'yib qo'yamiz. Demak, o'rtadagi 6 ta ustunchalarni ajratishimiz kerak bo'ladi. 1 2 3 4 5 6. Belgilarimizni qo'ydik. Endi yana 5 ta ustunchadan keyin 3 ta zanjir, birinchi arqamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Ikkinchi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha to'qiladi. Keyin esa 3 ta zanjir, keyin yana 5 ta ustunchalar. Demak, yana asosiy chok bilan biz mana bu ustunchalarimizgacha to'qib kelamiz. Mana oxirgi 5 talik ustunchalarimiz bor. Demak, mana shu ustunchamizgacha to'qib kelganimizdan so'ng bu tomondagi qo'ltiq o'yindisini ham chiqaramiz. Mana to'qib keldim. Endi qo'ltiq o'yindisini chiqaramiz. Qiyaroq holatda biz bu keyingi ustunchamizni to'qishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun krючогimizga 3 ta nakit ilib olamiz. Keyin esa mana bu ikkinchi arqamiz ichidan ipimizni tortib chiqaramiz. Keyin esa ipimizni boshidagi 2 ta petladan, keyin esa yana 2 ta petladan, endi esa mana bu birinchi arqamiz ichidan ham bu ipimizni tortib chiqaramiz. Mana 4 ta petla bo'ladi. Demak, yana boshidagi 2 ta petladan chiqaramiz, keyin esa yana 2 ta petladan va oxirida ham 2 ta petla ichidan ipimizni tortib chiqarib olamiz. Mana qiyaroq holatda bu ustunchamizni to'qib oldik. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi qatorimiz boshidagi 2 ta ustunchalarimizni tashlab, 3-chi ustunchamiz ustidan biz to'qishni davom ettiramiz. 1 2 3. Mana faqat 3 ta ustunchalarni to'qidik. Chunki boshidagi 2 ta ustunchalarni tashlab ketdik, to'qimadik. Endi yana har doimgidek to'qishni davom ettiramiz. 3 ta zanjir, birinchi arqamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Keyingi arqamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, yana 3 ta zanjir, keyin esa 5 ta ustunchalar. Demak, yana asosiy chok bilan mana bu belgilab olgan joyimizgacha to'qib boramiz. Mana belgilab olgan joygacha to'qib keldim. Mana oxirida 5 ta ustunchalar to'qib olindi. Endi mana shu joyda o'rtadagi ustunchalarni to'qimaymiz. Mana shu holda qoldiriladi. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, har bitta mana shu 5 ta ustunchalarimizning ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib chiqamiz. Keyin esa yana har doimgidek 3 ta zanjir,
birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar, ikkinchi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir, keyingisi yana 5 ta ustunchalar. Demak, yana asosiy chok bilan mana bu qatorimiz oxirigacha to'qib kelamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Endi qatorimiz oxirida mana bu joyda faqat bitta ustunchamizni to'qiymiz. Keyin esa o'rtadagi ikkita ustunchamizni tashlab, oxirgi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Mana boshida mana bu ustunchalarimizning soni 5 ta edi, keyin esa 3 ta qoldi, endi esa faqat bitta mana bu joyda. Mana ustunchalarni qisqartirib to'qib oldik. Mana shu qo'ltiq o'yindisi hisoblanadi. Demak, mana qiya holatda to'qib chiqarib oldik. Endi qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, yana har doimgidek to'qishni davom ettiramiz. Endi qator boshida faqat ikkitadan ustunchalar bilan to'qishni boshlaymiz. Mana bu zanjirimiz ham ustuncha hisobga kiradi. Mana ikkita ustunchalar, keyin esa 3 ta zanjir. Birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar, keyingi arkamiz ichidan faqat bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir. Keyin yana 5 ta ustunchalar. Demak, yana har doimgidek to'qib kelamiz. Mana bu oxirgi 5 ta ustunchalarimizgacha. Mana qator oxirida 5 ta ustunchalarimiz qoldi. Endi mana shu joyda biz bu ustunchalarimizni mana bu tarzda to'qiymiz. Mana bu bitta nakitsiz ustuncha to'qiganimizdan so'ng 3 ta zanjir to'qiladi. Keyin esa ikkita ustunchalarni to'qiymiz. Bitta, ikkita. Keyin o'rtada bitta zanjir to'qiladi. Pastdagi mana bu bitta ustunchamizni tashlab, keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha va oxirgi ustunchamiz ustidan ham bitta ustuncha bilan to'qib qo'yamiz. Demak, mana shu joyda biz teshikcha hosil qildik, teshikcha ochib oldik. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantiramiz. Demak, mana bu keyingi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi. Endi bu qatorda yana har doimgidek to'qishni davom ettiramiz. Mana bu oldingi qatorda o'rtada bitta zanjir to'qigandik. Mana shu zanjirimiz tagidan bitta ustuncha to'qiladi. Keyingi ustunchalarimiz ustidan ham bittadan ustunchalar bilan to'qiymiz. Mana har doimgidek yana 5 ta ustunchalar bo'ldi. Endi 3 ta zanjir, birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar, keyingi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir, yana 5 ta ustunchalar. Demak, qator oxirigacha har doimgidek asosiy chok bilan to'qib kelamiz. Qator oxirida 3 ta ustunchadan keyin mana bu oxirgi arkamiz ichidan bitta nakitsiz ustuncha, 3 ta zanjir va oxirgi ikkita ustunchalarimizni to'qib qo'yamiz. Bitta, ikkita. Mana ikkita ustunchalar bilan tugatdik. Endi yana qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, mana bu zanjirimizdan keyin bitta ustuncha to'qiladi. Keyin esa 3 ta zanjir, yana birinchi arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Yana asosiy chok bilan qator oxirigacha to'qib chiqamiz.
Mana qator oxirigacha to'qib chiqdim. Oxirgi 5 ta ustunchalarimizni to'liq to'qidim. Mana 2 qator to'liq to'qib olindi. Mana bu 5 tadan ustunchalarimiz qator oxiridagi. Endi yana keyingi qatorda biz mana bu tarzda teshikcha ochib olishimiz kerak bo'ladi. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, ikkinchi ustunchamiz ustidan bitta ustuncha to'qiladi, keyin esa o'rtada bitta zanjir. Pastdagi bitta ustunchamizni tashlab, keyingi ikkita ustunchalarimiz ustidan bittadan ustunchalar bilan to'qib qo'yamiz. Mana yana bitta teshikcha ochib oldik. Mana 2 qator to'liq to'qiladi bu 5 ta ustunchamiz, keyingi qatorda esa 3-qatorda o'rtadagi ustunchamizni to'qimaymiz, teshikcha ochib olamiz. Keyin esa yana 5 tadan ustunchalarimizni to'liq to'qiymiz, 3-qatorda o'rtadagi ustuncha to'qilmaydi. Teshikcha ochib olamiz. Endi yana har doimgidek asosiy chok bilan to'qishni davom ettiramiz. Qator oxirigacha to'qiymiz. Mana qator oxirida ikkita ustuncha bilan tugatamiz. Demak, azizlar, mana shu tarzda old qismining bir tomonini to'qishni davom ettiramiz. Har ikkinchi qatordan keyin mana shu teshikchani ochib ketish eslaringdan chiqmasin. Mana 2 qator 5 tadan ustunchalarimiz to'liq to'qiladi, 3-qatorda esa teshikcha ochib ketamiz. Old bo'yin o'yindisigacha mana shu tarzda endi to'qishni davom ettiramiz. Qolgan joyi to'qilish ham bir xil, shuning uchun to'qilishni ko'rsatmayman. Mana old bo'yin o'yindisigacha to'qib chiqdim. Oxirgi qatorda ham mana bitta teshikcha ochib oldim. Endi hozir mana o'lchab ko'ramiz, necha santimetr to'qilganimni aytaman. Demak, mana bu joydan boshlab o'lchaymiz. Mana 12 santimetr to'qidim. Mana old bo'yin o'yindisigacha. Endi hozir old bo'yin o'yindisini chiqaramiz. Qatorni ko'tarish uchun faqat bitta zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, endi old bo'yin o'yindisini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, qator boshida hozir ustunchalar qisqartiriladi. Mana shu boshidagi ustunchalarimiz ustidan birlashtiruvchi petlalar bilan mana bu arkamizgacha to'qib boramiz. Demak, ikkinchi ustunchamiz ustidan mana bitta birlashtiruvchi petla. Endi mana bu joyda teshikcha ochgandim. Demak, mana shu yerda o'rtada zanjir to'qilgan. Mana shu zanjirimiz tagidan ipni tortib chiqaramiz va birlashtiruvchi petla bilan to'qiladi. Keyingi ustunchamiz ustidan ham bitta birlashtiruvchi petla, keyingisidan ham bitta birlashtiruvchi petla. Endi mana bu 3 ta zanjirli arka, 3 ta petlali. Birinchi zanjirimiz ichidan ham bitta birlashtiruvchi petla bilan to'qib qo'yamiz. Keyin esa ikkinchi zanjirimiz ichidan ham bitta birlashtiruvchi petla to'qiladi. Mana. Demak, ustunchalarimizni qisqartirib oldik. Endi 3 ta zanjir. Mana bu arkamiz ichidan bitta naketsiz ustuncha, keyin esa yana 3 ta zanjir. Mana endi yana har doimgidek asosiy chok bilan qator oxirigacha to'qib chiqamiz. 5 ta ustunchalar to'qiladi. Zanjir. Mana bu arkamiz ichidan 3 ta ustunchalarni to'qiymiz. Keyingi arkamiz ichidan bitta naketsiz ustuncha, 3 ta zanjir. Keyin esa yana 5 ta ustunchalar to'qiladi. Yana 3 ta zanjir. Mana bu arkamiz ichidan 3 ta ustunchalar. Oxirgi arkamiz ichidan bitta naketsiz ustuncha, 3 ta zanjir va qator oxirida 2 ta ustunchalarimizni to'qib qo'yamiz. Bitta, 2 ta. Qatorni ko'tarish uchun 3 ta zanjir, to'qimamizni aylantirib, endi yana asosiy chok bilan mana bu joygacha
to'qib kelishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu joyda 5 ta ustunchalarimiz bor.